Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida kun vaqti. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Yoshlar orasida miokard infarkti ko'payib bormoqda. So'nggi yillarda miokard infarkti yoshlar orasida ham keng tarqala boshladi. Ilgari bu xastalik 50-60 yoshlarda ko'p uchragan bo'lsa, hozir 30-40 yoshlar, hatto 20 yoshli yoshlar ham ushbu xatardan duch kelmoqda. Sabablar: noto'g'ri ovqatlanish, fast food, yog'li, qovurilgan taomlar va shakarli ichimliklar, kam harakatlik, sport bilan shug'ullanmaslik, kompyuter va smartfondan uzoq foydalanish, stress, doimiy zo'riqish va asabiylik, tamaki va alkogol iste'moli qon tomirlarini toraytirib, yurakka qon yetib borishini kamaytirmoqda. Oldini olish choralari: jismoniy faollikni oshirish, to'g'ri ovqatlanish, stressdan qochish, zararli odatlardan voz kechish. Mutaxassislar yoshlarni o'z salomatligiga e'tiborli bo'lishni chaqirmoqda.